Assalamu alaykum ekranidagi qadrli do'stlar. Shunaqla suhbatimizga qadam tashlab qo'ygan aziz mehmonlar. Bugungi iqtisod mundir programmasi orqali sizlar bilan suhbat bo'la olganimdan to'liq xursandman. Navbatda kompyuterning xizmat va turmushimizda umumlashishga ergishib, kompyuter texnikasida zo'r yuksalishlar bo'lmoqda. 1998 yılı kurulgan Uyghur Sovyet kompüter şirketi Abdum rayonimizdeki tunji Uyg'urlar açqan kompüter şirketi hesaplandı. Shunaqla navbatdagi Uyg'urcha yumshoq detal sohasidagi ko'z ko'ringan korxonalarning biri. Biz bugungi suhbatimizda Uyg'ur Sovyet kompüter şirketining taraqqiyot musofasi, shunaqla qo'lga keltirgan natijalar haqida o'rtaq suhbat bo'lmoqchimiz. Oldindan bugungi suhbatimizga mehmonlar bilan tanishib o'taylik. Xinjiang Universiteti İqtisod va boshqarish institutining ma'lum boshlig'i, professor, magistr aspirant yetakchisi Abdukim Hasan. Xinjiang Universiteti Uchur ilmi va qurilish institutining boshlig'i, professor, doktor aspirant yetakchisi Turgun Ibrohim. Urumchi Uyg'ur Sovyet kompyuter shirkatining direktori Alim Ahad. Uyghur Sovyet kompüter şirketi 1998 yılı 6. ayda kurulgan bulup, Abdum rayonimizda Uyghur karxanasida kurulgan tunji kompüter şirketi. Uyghur Sovyet şirketi kurulgandan tatib hozirgacha odam kuchi va mablag' kamchilik bo'lishda qiyinchiliklarni yengib, yumshoq detal sohasida o'zsiz izlanib, boshlamchilik rolini joriy qildi. 8 yillik masofani besib o'tgan Uyghur Sovyet şirketi bugungi kunda texnika va kasbiy jarishgan, yangi yaratish iqtidori kuchli bo'lgan iqtisodiy korxonalarning biriga aylandi. Navbatda bazalangan Uyghur Sovyet algoritmi va Uyghur Sovyet cho'ng'ligi 2006 yil 4 oyda davlat bilim milliy huquq idorasi tomonidan kompyuter yumshoq detali asar huquqiga erishdi. Bu ikki yumshoq detal Uyghur Sovyet şirketining muvaffaqiyat qozongan eng nodir yumshoq detallari bo'lib hisoblanadi. Ondan başqa aerodromlarda keng ishlatilayotgan 3 tillik radio anglitish yumshoq detali. Avtomatik pol edish uskunasida qo'llanayotgan Uyg'ur sistemining barliq kelishi Uyg'ur so'qitining jafoliq ajrining nevisi albatta. Aramızda kompüter işletkenlerine nispeten Uyghur Sovyet degan bu nam notmuş bo'lmasi kerak. Ammo Uyghur Sovyet degan bu namning asli ma'nosi haqida bir qism kishilar ancha to'liq tushunchaga ega bo'lmasligi mumkin. Biz bugungi suhbatimizni boshlashdan burun oldindan Uyg'ur Sovyet degan bu nomning ma'nosi haqida bir tushuncha hosil qilsak. Uyg'ur Sovyet degan bu sen Uyg'ur degan so'z bilan ingliz tilidagi yumshoq detal degan so'zningki qisqartirilib o'zaro biriktirish orqali tuzilgan. Ya'ni uningki Uyg'ur tilidagi ma'nosi Uyg'urcha yumshoq detal degan ma'noni bildirdi. Bizningki bu ismimiz 2000 yil 3 oyda davlat tovar marka idorasi tomonidan rasmiy qonunliq tasdiqlangan tovar markasi bo'lib hisoblandi. Demek bir yaxshi bir ismning qo'llanishi korxona muvaffaqiyatining bir boshlanishi deyishga bo'ldi. Ham sizning Uyg'ur Sovyet kompyuter shirkatingiz qachon qurilgan? Ama shu igilik tiklash jarayonlaringizni bir qisqacha tushuntirib bersangiz. Uyg'ur Sovyet 1998 yili 6 oyda Urumchi Qizil Bayroq yo'li kompyuter bozorida qurilgan. Endi kompyuter desa nurg'un kishilarga nisbatan ancha hozirgidek tunish emasdi. Kompyuterni oilaga demay qo'yaylik, idora organ maktablardami soni sanoqli edi. Endi mushundaq paytda biz Uyg'urcha yumshoq detal ishlaymiz deb o'tirib chiqqan ekanmiz. Cho'qim oldi bilan kishilarga kompyuterning nima ekanligini, kompyuter va uning bilimlariniki zodi qanday bo'lganligini kishilarga tashviq qilishimiz kerak. Bu vaqtda tushuncha berishimiz kerak. Chunki kompyuter yumshoq detalni ishlatish uchun oldi bilan sizda kompyuter bo'lishi kerak. Kompyuter umumlashmay turib, yumshoq detalni ishlatish bu mumkin emas. Biz shirkat qurgan chog'da kompyuter qattiq detali bilan yumshoq detalni o'zaro birlashtirib tijorat qildik. Shu vaqtlarda televiziya stansiyasi va qaysi radio stansiyasi qatorli tashviqot o'rinlarida bu kompyuter to'g'riliq nurg'un suhbatlar ilib berildi. Bu vaqtda nurg'un yangi xabarlar berildi. Shu chog'larda kishilarniki kompyuterga qiziqishi bara-bara yildan yilga yuqori ko'tarildi. Korxona uchun aytgan chog'da cho'qim o'ziga tayyor bir mahsulot bo'lish kerak ekanligini, qo'ldan qo'l setish tijoratiniki biz hozirgi shu 21-asrda tijorat qonuniga ancha mos kelmaydiganligini, mos kelsa uningki ko'lamlish qadimi nihoyat osti bo'lganligini men cho'nqur tushunib yetdim. Shuning bilan biz bu vaqt iznish orqali Windows muhitida Uyg'urcha, qozoqcha va qirg'izcha xat kirgizilgan kirgizish yumshoq detali Uyg'ur Sovyet algoritmini yasab muvaffaqiyat qozondi. Bu sizlarning tunji mahsulotinglar shundaqmi? Shundaq. Ya'ni bizning Abdum rayonimizdagi Uyg'urcha yumshoq detali ichidagi tunji mahsulot deyish bo'ladi. Shundaq bo'ldi bu. Tunji tovarlashgan, haqiqiy iste'molga aylangan mahsulot. Bu mahsulotingizning ortiqchiligi nima? Bu mahsulotning ortiqchiligi shu vaqtlardan bu Windows muhitida tunji Uyg'urcha bir taraf qilishni amalga oshirgan bo'lg'achqa Windows muhitidagi nurg'un xizmatlarga qulaylik olib keldi. Masalan, muqova layihalash, lozunka layihalash, kitob jurnalning muqovani ishlagan vaqtida
MS-DOS muhitidagi konu sistemalar onun ehtiyacını çıqolmaydi. Masalan, televiziyada film kiriştirish deganda xizmatlarning hammasi o'sha ko'znaklik mashg'ulot sistemasi Windows muhitida ilib beriladi. Bu sistem bozorga chiqqandan keyin darhol kitob jurnallarning muqovasi kompyuter orqali loyihalangan. Viruslarning hammasi Uyg'ur yozuvida qayta kompyuter loyihalanib, ko'rkam, chiroyli qilib loyihalangan bo'ldi. Hozir bu mahsulotning, ya'ni Al-Katibning umumlashishi qanday bo'ladi? Ha, Al-Katib 98-yil 10-oyda bozorga solingandan buyon hozirga qadar rasmiy qonunliq nashrninki sotilish miqdori 12 ming yurishni oshib ketdi. Hozir har bir kompyuter havaskorlari, har qaysi idora organ, partiya, hukumat organlari, har qaysi nazoratlarniki kompyuter xat bosish o'rinlarida o'sha Al-Katib orqali har xil kitob, jurnal, hujjat, maqolalarni besib chiqaryotdi. Mening esimni qilishda 1999-yil, ya'ni biz kompyuterga qiziqayotgan mezgillarda kompyuter jurnali, ya'ni Uyg'ur Sovet kompyuter shirkatining boshchiligida o'ttirib chiqilgan kompyuter jurnal barliq keldi. Bu jurnalning barliq kelishi nurg'ulg'an kompyuter havaskorlarniki, mush kompyuter bilimlarini, texnikalarni egallashga orzusini qondirdi. Endi mush jurnalni o'ttirib chiqarishdagi jarayonni so'zlab bersangiz. Bu jurnal endi aslida Tangirtaq shu tahrir bilimi jurnali tahrir bilim tarafidan nashrga tayyorlangan. Biz faqat o jurnalniki kasbiy jihatdagi maqol manbasi ta'minlash, mush jihatdagi xizmatlarni biz konkret amaliy xizmatlarni biz ishlab chiqdik. Endi shu vaqtlarda boya deganda kishilarga kompyuterni to'nish uchun tashviqot bo'lish kerak. Radio, televiziyadan boshqa yana o'zimizningki maslahatlarni tunishtiradigan, kishilarni yangi bilimdan ta'minlaydigan bir jurnal xarakterli bir narsa bo'lish kerak. Biz bu jurnaldan unumli foydalanib, bu jurnalda mush kompyuter bilimlarini, savat xarakterli bilimlarni ko'plab ta'minladik. Men bu jurnalning dastlab 3 yilgacha ijroiy bosh muharrir bo'lib xizmat qildim. Keyin bu jurnal taqdirli tiraj ma'lum chekayotgandan keyin davlat axborot nashriyat idorasi tomonidan rasmiy oshkor jurnal qatorida angilindi va shuningdek butun mamlakat miqyosida keng ko'lamda tarqatilishga boshladi. Demak, kompyuter jurnalining tarqatilishi avtonom rayonimizdagi xalqimizningki shu kompyuter bilimlarini egallash, kompyuter texnikalarini o'rganish jihatida bir yeni bir ishlarning yeni bir to'xtamada deb aytish bo'ldi. Sizga rahmat. Endi turgi ma'lum orqali tushuncha hosil qilsak, yumshoq detal tuzish xizmati qanday qilib berildi? Yumshoq detal tuzish xizmati binokorlik qurilishiga o'xshash bir cho'ng qurilish amaliyotda. Endi buning yumshoq detalning keyinida nurg'unlagan odamlarning singdirgan amgigi bo'ldi. Masalan, nihoyatda voyaga yetgan program tuzuvchilar bo'lmaydi. Anandan keyin shu qarshi tarafniki ishlatuvchilarniki talabini, ehtiyojini chunqur tekshirimiz bo'lmaydi. Anandan ehtiyojni tekshirib bo'lgandan keyin anandan keyin program tuzish bosqichiga o'tadi. Programni tuzib, shu yumshoq detalni tuzib bo'lgandan keyin anandan keyin buni sinab, tanshab, bazoq silish jarayoni nurg'un bir jarayonni egallab ketadi endi. Anandan keyin bu yuqur zehnilik, fan texnikalik amgak bo'lib hisoblanadi. Endi bir shirkat uchun bunday ishni qilmoq nihoyat tasta. Bu nihoyat qiyin bir ahli amgak bu. Uyg'ur Soft Al-Korrektori, Uyg'ur Soft cho'nglug'ini Uyg'ur Soft kompyuter shirkatining eng muvaffaq qozongan nadir asarlari deb aytishga bo'ldi. Undaqda siz qanday qilib mushkil yumshoq detalni tuzib bozorga selishni o'ylab qoldingiz? Biz mush kompyuter sohasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Uyg'urlar yanada shu yoziq bir taraf qilish, kitob tuzish, maqol tuzish jarayonlarining hammasida kompyuterni ishlatadi ekan. Buningdagi bir xizmat avtomatlashmoqda. Masalan, korrektorlik xizmati. Nima uchun chet ellarda berilgan kitob jurnallarda mas'ul korrektorning ismi yozilmaydi? Chunki chet ellarda 85-yildan boshlab kompyuter yumshoq detalning yordamidan foydalanib turib, korrektorlik qilib qolgan. Bunday bo'lgan chog'da birli yo'lda xatosiz sifatli tamomlashga bo'ldi. Bizda-chi shu vaqtlarda bir kitob nashr qilish uchun korrektorlar nihoyat ehtiyotchan bo'lib tuzib bersa-mu, xat kirgizgan mashinistlar uni to'g'ri tuzatmas sababdan yana qayta ko'rgan ishlar mavjud bo'ldi ekan. Shundan shu ahvolni o'ylashib, kompyuterning yordamida shuni avtomatlashtirishga bo'lamdi degan bir o'y fikrni o'ylab, munosabatli o'qituvchilardan, ustozlardan, tilshunoslardan ta'lim oldim. Dastlabda tilshunoslarning fikri buning sal gumoniy ko'z qarashlar paydo bo'ldi. Chunki ularning degan so'zi bu Uyg'ur tilining so'z boyligi intayin mo'l, turlishi intayin murakkab, qo'shimchalar intayin ko'p. Bundaq bo'lgandan keyin buni kompyuter yordamida amalga oshirish sal qiyin bo'larmiki? Buni qanday qilib kompyuterda buni to'g'ri xatoni hukm qilishga bo'ladi deb u gumoniy ko'z qarash bo'ldi. Lekin men ilgari oliy maktabda matematika o'qigan. Endi buniki mening shu vaqtlardagi yumshoq detal tuzish xizmatimga bu matematika bilan nihoyat asqatdi. Endi men shu grammatika kitoblarini qaytadan o'rgandim, Uyg'ur tili grammatikasini qayta tahlil qildim.
Onu bayqab baxsam, onun belgili qonuniyat bor ekan. Ya'ni matematik formula orqali uni ifodalash tamamen mumkin ekan. Nishonim aniq bekitilgandan keyin bu xizmatni ishlash uchun qayta ajr so'ndirdim. Shu vaqtlarda Şinjan xalq nashriyatidan pensiyaga tushgan 40 yillik kompyuter shu korrektorlik xizmatiga pishqan, mo'l tajribaga ega İlyas Rahimiy aka ko'z oldimga keldi. Shuning bilan bu akamiz izlab berib, bugun suhbatga daxil bo'ldi. Bu kishiga men o'zimning ahvolini aytgandan keyin Uyg'ur tilidagi barliq tub so'zlarni, turmush qoidalarini besib olib berdim, necha ming bat qilib. Bu pishqadam akamizmi buni nihoyat ijtihodlik bilan, astoydillik bilan muomala qilib, nihoyat tafsili ko'rib tuzib berdi. Menga nurg'ulg'an kompyuter bilimlarini, korrektorlik bilimlarini menga o'rgatdi. Masalan, tanish belgilar, harflarga tushib qilish, ojizlish degandek. Endi biz bu ahvolni o'ylashgandek cho'qim tamamen mumkin bo'ldi ekan deb shu niyatdan tadqiqot ilib bordik. Nishonimiz to'g'ri bo'lganlikdan nurg'un tilshunoslar, ustozlar yordam berdi. Bu detal barliq keldi. Bu detalninki ixtiyoriyati gumoniy nazarda bo'lganlar bo'ldimi? Albatta shunday bo'ldi. Chunki bu tilimiz doim o'zgarib turdi, shunaqmi? Yangi so'zlar chiqib turdi. Bu yumshoq detal orqali korrektorlik qancha tushib qolgan, o'tkazib o'tgan ish bo'ladimi deb o'yladim. Amaliyotda odam orqali korrektorlik qanchada bunday ahvol nihoyat o'ng'ay yuz berdi. Korrektorlik nihoyat yuqori zehn talab qilgan xizmat. Uni qayta ko'rish kerak, selishtirish kerak, o'zgartirish kerak, nurg'un lug'atlarni aqtirib turish kerak. Yangi tildagi qoida-qoidalarni o'rganib turish kerak. Biz mushuni kompyuter kirgizgandan keyin kompyuter charchamaydi, ko'z talmaydi, harmaydi. Ham surati odamniki nechasi tez. Masalan, 500 batlik bir kitobni korrektorlik qilish uchun faqat 10 minutlik vaqt ketadi. Agar buni odam orqali qilish to'g'ri kelsa, 500 batlik kitob uchun kam deganda 3-4 qatimliq ko'rdib hisoblасakmi, bu jarayonda nurg'un qog'oz sarf bo'ldi, vaqt sarf bo'ldi. Umumiy qo'shgancha bir necha oy vaqt ketadi. Andiki yangi bir kitobning bozorga solinishi bir necha oy kechib ketadi degan gap. Unaqdan shu yumshoq detalni tadqiq qilib bozorga solgacha qancha vaqt sarf qildingiz? Bu yumshoq detalni o'ylab bozorga solishga jami 4 yillik vaqt ketdi. Demak, 4 yildan keyin bu mas'uliyat biz iste'molchilarda yuz ko'rishdi. To'g'ri. Rahmat. Unaqos İlyas kamdan shu Uyg'ur soft el korrektoriga bo'lgan bahsni anglab baqsaq. Men Şinjan xalq nashriyatida 43 yil ishladim. Uyg'ur soft korrektori degan vaqtda men buni ustidan ko'rib chiqdim. Ko'rish jaryonim 6-7 oy vaqtim ketdi. Keyin bu yumshoq detal bo'lib bozorga silindi. Bozorga silingandan keyin nihoyat yaxshi ta'sirotga erishdim. Nimishqa vaqtda nashriyat o'rinlari, mushuning munosabatlik gazetxona bu o'rinlar bu korrektorlikningki intayin muhim ekanligini birli qo'l bilan korrektor ko'rsatmaylar, shu chiqaradiganligini menga inkos qildi. Menimcha suhbat jarayonida biz Uyg'ur so'z cho'ng lug'at haqida tafsiliy to'xtalib o'tsak deb o'ylayman, chunki mushunaq bir, ya'ni 1 milliondan ortiq so'zlikdan tashkil qilgan zo'r hajmdagi lug'atni tuzib chiqish uchun oz ajr so'ndimidingiz deyman. Shu davlat kitoblarni, lug'atlarni kompyuter yumshoq detalga aylantirib, kompyuter orqali ko'radigan, so'z aqtiradigan bir yumshoq detal ishlab chiqqan chog'da kishilarningki vaqtiyatni ustidganligini his qildik. Uning ustiga buning bahasi aslik lug'atdan ko'p azam bo'lgan o'ylag'achqa biz darhol buni plan tuzib 2001-yil 4-oydan boshlab buni ishlashga qatnashdik. 90-yildan buyon nashr qilingan Abdum rayon tavasidagi barliq nupuzliq lug'atlarni yig'dik. Buning ichida tiliy kompyuter o'lchamlashtirgan, e'tirof qilgan lug'atlarni bakrak e'tibor qilib, shularning so'zliklarini oldiga tizib, bunda yumshoq detalimizning texnik mukammalligi uchun kuch chiqardik. Bu lug'at nashrdan chiqib, elektron nashriyat tarafidan rasmiy nashr qilib taqiqlandi. Endi tiliy kompyuter o'rinlari bu lug'atni ko'rgandan keyin bizning amgigimizni mo'yallashtirib berdi. Tiliy kompyuter atalg'usi xonasida buningki atalg'usining o'lchamlik bo'lganligi, lug'atlarning birdek bo'lganligini, hamda o'zininki shu lug'at shunoslik tarafidan bizga nurg'un taklif fikrlarni berdi. Biz shularning bu qimmatli taklif fikrlarga asosan bu lug'atni qayta yana o'zgartirib, hozir putirib chiqdik. Turg'unmalim, Uyg'ur so'z kompyuter shirkati ishlab chiqargan, bularningki muvaffaqiyatiga vakillik qila oladigan Uyg'ur so'z el korrektori va Uyg'ur so'z cho'ng lug'atiga siz qanday baho berasiz? El korrektori degan yumshoq detalni olib bersak, endi bundoq bir yumshoq detalni tuzib chiqish uchun matematik asosni cheng bo'lish kerak buni ishlaganimda. Andan keyin sun'iy zehna bu jihatdan nima talab qildi? Andan keyin tilshunoslik jihatdan talab qildi. Soatlarni talab qildi. Shu olimniki matematika fakultet o'qiganlikdan, matematika asosini cheng bo'lganlikdan buningda tez o'tib chiqqanning sababi shuda endi.
Endi bu lug'atni olib ketsakda endi 1 millionga yetgan mush so'zlarning hammasini tartiblab mush yumshoq detal orqali ishlab chiqish bir nihoyat bir cho'ng bir qurilish bu. Bu lug'atni ishlatgandan keyin bizning nurg'un ishlarimiz osonlashtirib yetadi. Mayli al korrektor bo'lsin, mayli al katib bo'lsin, mayli shu Uyg'ur tilining shu cho'ng lug'at bo'lsin-da endi. Bu endi bizning nurg'un emgak kuchimiz azod qildi. Endi yumshoq detal qurilishiga shu yuqori fan texnikalik mahsulotlarga hozir davlat nurg'un mablag' soladi. Mablag' solgandimi shunday kuchli shirkatlar anaqa yerda yengib chiqa oladi, anaqa nimalarni ola oladi-da. 1 yilning oldida endi 3 million 500 ming so'm pulni iltimos qilib keldik Shinjonga. Kelgandan keyin osonlik millatlarning rasmiy bozor silingan yoki bozor sag'adak bo'lgan yumshoq detal mahsulotlar bormi deb butun Shinjon bo'yicha biz izlagan to'q shuningda bir naki bir 5-6 shirkat tanlanib chiqdi-da. Buning ichida shu Uyg'ur Soft shirkati gavdalik tanlanib chiqdi-da. Biz yuqorida Uyg'ur Soft kompyuter shirkatining izlanish jarayonlari shunaqa maslahatlar bilan tanishib o'tdik. Undaqda Abdukim ma'lum Uyg'ur Soft al korrektori shunaqa Uyg'ur Soft cho'ng lug'atidan iborat mana shu ikki xil maslahatningki barliq kelishi Uyg'ur tili yozig'i tadqiqot jarayonida qanchalik o'rinni egallaydi, qanday ahamiyati bor? Uyg'ur Soft yumshoq detalliq cho'ng lug'atiningki maydonga kelishi davlatni fan texnik bilan gullantirish davr bilan tan qadamda mang'onliqning bir bosish nuqtasi deb qarasak bo'ladi. Bizningki oz sonli millatlar, jumladan Uyg'urlarning til yoziq madaniyat tarixidagi bir zo'r bir burilish yoki bir mushu sohada davr bilan tan mang'onliqning bir qadam bosqichi deb qaraymiz. Bu bizning oz sonli millat Uyg'urlarning mushu til yoziq iqtisod madaniyat tarixidagi cho'ng bir to'pda mushundoq baho bersak bo'ladi. Endi bu bizniki olimjon ishlagan Uyg'ur yumshoq detalliq bu lug'atga 1 million xatlik nurg'un uchurlar kiribdi. Demak 1 millionlik xatlik uchurlik mushu detalni biz kitobga aylantirsak bir 10 necha kitob chiqarak bu. 10 necha ming batlik. Ig'irligini o'lchsak bir 50 kiloga yaqinlashib qoladi ekan. Hozir bu detal 20 gram ekan. Bu 20 gramlik narsalar yani chiqsalar so'pqa kompyuterga shatli solsak biz mayli tarjimonlik yoki korrektorlik yoki qo'shnilik o'qitish, qo'shnilik o'rganish boshqa sohaning hammasida biz uchur beradi. Bu degan bir bizning madaniyatimizni, iqtisodimizni ko'tarishdagi bir bebaho bir g'aznini topdi deb qarasak menimcha ish ketmas deb qarayman. Rahmat. Bir maslahatning o'tiga chiqarish uchun demak nurg'ulg'an ajr ketibdi. Endi mush maslahatningki iste'mol qiymatini, navbatdagi iste'mol bozorini qanday tushunamiz? Xalqimizmi mamlakatga dunyoga yuzlanyotdi. Buranqa an'anaviy usullar bilan qildigan ishni to'la zamonaviy vositalarni ishlatib qildigan bo'ldik. Shu orqali ish unumini yuqori ko'tarib, suratni qisqartib, iqtisodiyotni yuqori ko'targan bo'ldik. Endi bu Amerikada Microsoft ijod qilgan bo'lsa biz Uyg'ur Soft ijod bo'ldi. Demak bu Uyg'urning yoki asonliq millatlarningki iqtisodiy unumini madaniyatini yuqori tiziltishda zo'r rol o'ynaydi. O'qitish sohasida ishlaydi, o'qituvchilik qilib ishlaydi, tarjimonlik qilib ishlaydi, korrektorlik qilib ishlaydi. Hamma sohada ishlagan keyin buningki bozori cho'qim bo'ladi. Bizning mahsulotimizni o'zimiz olimjon ijod qilibdi. Osonliq millatlarning Uyg'urlarnikini. Buni oldi bilan xalqimiz qizg'inlik bilan setib oladi. Masalan, o'qituvchilar setib oldi. Bolalarimizni yaxshiroq o'qitay, qo'shtillikda yetishib chiqsin degan ota-onalar setib oladi. Shundaqmi? Demak, 8-daraja, 11-darajalik xanzutli servisni sinashni xanzutli imtihondan o'tirganlar setib oldi. Demak, buning hammasini demak mushu bir lug'at mushu bozorni cho'qim bo'ladigan egallab ketalaydi. Demak, shunga buning iqtisodiy unumi yuqori bo'ldi. Mo'ng'ul tilida, Tibet tilida va boshqa sonliq millat tilida bunday lug'atlar ishini topmadi. Demak, mush Uyg'ur tilida mush lug'at ishladi. Ozgina mablag' bilan shirkatni qurib, izlanib, nurg'un to'solg'ularni yengib, raqobat tutib chiqib, bunday bir mahsulotni bozorga chiqishi Uyg'ur Soft shirkatini bundan zo'r iqtisodiy unumga ega qiladi, xalqimizni zo'r ijtimoiy unum bilan ta'minlaydi. Rahmat.
Uyg'ursoft kompyuter şirketi ishlab bozorga solgan Uyg'ursoft cho'nglug'i 2006-yili, ya'ni bu yil 4-oyda Davlat nashr huquq idorasi tarafidan kompyuter yumshoq detali asar huquqiga erishgan. Bu Uyg'ursoft kompyuter şirketining natijalarining yana bir qatim muayyanlashtirilishi deb aytishga bo'ldi. Undaqda navbatda qonunsiz nashr mahsulotlari ko'payotgan mush mezgilda Uyg'ursoft kompyuter şirketi o'z mahsulotlaringizningki asar huquqini qo'g'dash jihatda, ya'ni ahli millat huquqini qo'g'dash jihatda qanday xizmatlar ishlayapsiz? Bu yil 2006-yil 4-oyda bu patent guvohnomasini topshirib oldim. Buni topshirib olgandan keyin bizningki bu mahsulotimiz hozir qonun tarafidan qo'g'dirilgan bir mahsulotga aylandi. Hozir endi buningga davlatdan nurg'un mablag' ajratilib, buni qo'g'daydigan, talab qildirgan, texmi umumlashtirgan bir turni bizga maxsus ajratib berdi. Endi men iste'molchi bo'lsam, soxta mahsulot bilan haqiqiy mahsulotni farqlantirishda qanday farqlandirma? Endi buning uchun bizningki Shinjongning har qaysi joylarida, muhim viloyat, oblast, shaharlarda 20 ga yaqin yumshoq detal setish o'rnimiz bor. Uyg'ursoft maxsus ijozat bergan. Birisi shu yerdan setib olishingiz kerak. Yana birisi bizningki Urumchidagi bosh shirkatdan setib olishingiz kerak. Demak, shu lug'atni setib olishda bir nuqtaga diqqat qilish kerak ekan. Meni doim deb aytdik, ya'ni 2000-yillari Abnum rayonimizda kompyuter shirkatlaridan ko'plab qurilgan, 100 ga yaqin qurilgan deb aytdik. Ammo navbatdagi holda shu kompyuter shirkatlaridan bizning ko'rayotganimiz faqat Uyg'ursoft kompyuter shirkati. Endi mushningdagi sabab nima? Buning har qaysilarning taklifini, fikrini anglab baqsam. Mushu o'zimniki mushu korxona boshqarish, mushu shirkatni boshqarish jarayonidagi his-qon tajribam bunda. Birisi bozorda bizga o'xshash bir mahsulotningki yasalayotganligini biz bayqasak, shunda bir yip-pichoq erishganlar bo'lsak, biz cho'qim shulardan baldir putirishga tirishdik. Masalan, Al-Katib yumshoq detali buning tipik misoli bo'la oladi. Endi yana birisi bozorda bizga o'xshash mahsulotlar tang bozorga chiqib qolgan bo'lsa, biz mahsulotimizniki sifatini yuqori ko'tarishga, iqtidorni oshirishga zo'r kuch sarf qildik. Andan keyin setishning mulozimatini yaxshiladik. Yana bir uchinchi tarafdan endi boshqalar bizga o'xshamaydigan mahsulotlarni allburun bozorga chiqarib qo'yib, umumlashtirib qo'ygan bo'lsa, biz ular bilan bozorni talashmadik. Demak, men shu korxona boshqarishda shunday sabab tufaylidan bu jihatda azroq bo'lsin putasab tura oldim deb qarayman. Rahmat. Uyg'ursoft shirkatiniki 98 qurilib, hozirgacha mustaq asta-asta zo'rayib, kengayib, yangi mahsulotlarni bozorga chiqarishi deki sabab boshdan oxir biz hozir aytayotgan yangilik yaratish ro'yi degan mushu bir mushundoq bir shijoat ruh buni singan. Ismini qo'yishdimi aytib yangilik yaratish. Demak, o'zimi mukammal sistemlik bilimni egallab bu ish bilan shug'ullandi. Maslahatchilar undan yuqori bilimni egalladi. Demak, shirkatga odatdagi tuvan saviyadagi bilim emas, mukammal mustaqillik, sistemlik bilimni egallab, anandan keyin bu mahsulotni ishlab chiqarish iborat bu shirkat. Ishlab chiqarish sohasiga kirdi. Uchinchisi, menimcha shirkat maxsus ishlab chiqarish bilan shug'ullandi. Buning ichida mushundoq bir qo'lga chiqadigan bir dastak bo'lsa, anandan keyin turib turadi. Meni yig'ib aytgan chog'da ijodiyat, yangilik yaratish ro'yi korxonaning menimcha yadroliq raqobat kuchi qilingan deb qarayman. Rahmat. Bu Uyg'ursoftning mahsulotiniki bitirib turishdagi yana bir muhim bir sabab nima desa, texniklik jihatdan uchur bir taraf qilishdimi o'lcham bo'ldi. Endi bu shirkat nima desa, bu shirkatniki shu yaqinqi zamondagi qo'ygan chiqargan mahsulotlarning hammasi shu xalqaro o'lchamga to'g'ri kelgan. Lekin bu bitirib turadi. Endi biz vaqtni tuanlik mehmonlarga bersak, tuanlik mehmonlarning Uyg'ursoft kompyuter shirkati qarta, bo'libmi Uyg'ursoft kompyuter shirkatining Al-Katib, Uyg'ursoft Al-Korrektori, Uyg'ursoft cho'nglug'i qarta qandaq bahoringlar bor, shuni anglab baqsak. Al-Katib ilib etsak, Al-Katib endi gerçekten oddiy kichik bir detal bo'lsa-mu, yumshoq detal bo'lsa-mu, buningki roli jihatdan olgan chog'da Beydafang deymiz. Sanli, Huagong, Beifang, hatto Chaoji mushlardan biz tushalaydi deb qarayman. Mush detal chiqqandan keyin buni mening bir sinaq qilib taqdim. Yaqinda bir oshkor jurnal bor edi. Rangli chiqadigan. Shuni meni o'zim tizib berishni, yasab berishni nima qildi-da? Bu mush Al-Katib yumshoq detali Beydafanglarga o'xshashlar. Bu yumshoq matbaga o'tdi. Hatto men lug'atni mana yaxshi foydalanaman bundan. O'tganda 280 ming xatlik bir kitobni men bir oyda tarjima qilib bo'ldim. Bunday murakkab kitob. Bu faqat shu lug'at izlash jarayonini qisqartdi. Odatda kuniga shu 3000 xatdan
nima qilsak buningga 3 oy 4 oy vaqt ketadi. Shuni men bir oyda tugatib boldim-da. Shunga men olim janningki mushonimiz men qo'l qanot bo'lganligiga ko'p rahmat aytaman. Sizga rahmat. Bular shu mahsulotni uzluksiz mukammallashtirib, bir qadar mukammal holat yetgandan keyin uni bozorga silib, undan yana keyingi mulozimat, shu uzluksiz shuning iqtisodini yaxshilash orqali darajasini o'stirish, ta'minlash qatorliq mulozimatlarni yo'l qo'yganlik bilan cho'ng munosabatlar deb qarayman. Rahmat sizga. Buningki mayli Uyg'ur Sof degan shirkatning ismi bo'lsin, El Korrektor, El Katib degan ismlardan bo'lsin, uning birinchi o'ttirib qo'ygan narsa men millatim uchun, xalq uchun xizmat qilaman degan ideyasining nihoyat kuchliligini ko'rib olgandim. Ikkinchidan u yolg'on so'zdan nihoyat yiroq turdi. Shunga olimxat o'xshash tadqiqotchilarimiz ko'proq chiqsa, bizniki universitet bitirayotgan o'quvchilarimizning ish o'rinlashishi, nurg'un masalalar hal bo'ldi. Shunga mushunday tadqiqotchilarning ko'proq chiqishini umid qilaman. Rahmat. Tarixdan buyon Uyg'ur tili sohasida buningdek cho'ng tipdagi lug'at ishlanib boqmagan. Biz kompyuterda maqola yozayotganda, tarjimonlik qilayotganda va boshqa ishlarni qilayotgan vaqtida ma'lum so'zni ishlatishga to'g'ri kelib, u so'zni izlashga to'g'ri kelsa, yoki uning hanzu tilidagi atalg'usini izlashga to'g'ri kelgan vaqtida biz o'rnimizni qo'pib, kitoblarni orasiga berib, uni oqtirib mundaq qilish ovorishlikdan bir qutuldi. Biz knopkani birla bossak, kompyuterda xohlagan so'zni tepib chiqib bo'ladi. Bu Alma Pandimning shirkati qanday bo'lib oxirgacha 8 yil mustaq o'zining yo'lida minib keldim, bosh ko'tarib chiqdi deb tuyuq o'ylab qoldim. Hozir mustaq to'y to'kin, o'yin tomosha, jihlar ketgan, o'zining ustiga yosh cho'qim nurg'un faoliyatlar bo'ldi. Lekin shularga ajratadigan vaqtni butunlay o'zi ajratmay, butunlay o'zining mustaq ijodiyatiga ajratib chiqiribdi. Bu biz mustaq yoshlarga nisbatan bir ilhom deb o'ylayman. Men olimniki onasi. Bir onaga nisbatan o'g'lininki muvaffaqiyatlarini ko'rishdan ortiq baxt bo'lmaydi. Mushu o'g'limninki mushundaq yosh turib muvaffaqiyatlarni qozonishi, ham shundaqlar bir korxonani boshqarishi. Men kelinimni ma'rif qaramayman. Shunga men mushu surunda o'ltirgan tomoshabinlar oldida men kelinimga rahmat aytaman. Ko'pincha vaqtda uyga kelganda kompyuter boshqatlarni ilib berish, menjan tuzishlar o'tadi. Ham o'ynashga kelgan vaqtda men olimning ayoli bo'lish sifatim bilan ishlarini o'z ustiga elishim o'zimni burchi deb qarayman. Ham olimning barliq muvaffaqiyatlarini faxrlayman. Yumshoq detal ishlab baqqanlar biladi. Ishlab baqqab bu 1 million so'zlik lug'atiga oz gap emas. 200 mingni, 300 mingni ko'zib baqqab yerib qoladigan gap. Demak 98 dan boshlab hozir hisoblagan vaqtda bu 8 yilda andin barliq keldi degan gapda. Bu 8 yil uchun to'xtamay bir narsani ishlashgan bu bo'sh tavrchanoq talab qiladigan ish emas. Men Uyg'ur Sof kompyuter shirkatining qurg'uvchisi Olim Ahadning izdinish, taraqqiyot musobaqalari bilan tanishish jarayonida bunda bir ish mening diqqatimni tortdi. Ya'ni 1998-yili 8-oyda Angliyaning Sharq London universiteti Olim Ahad apandini kompyuter ilmi bo'yicha doktorlik unvoni o'qishiga taklif qilgan. Ammo Olim Ahad apandi buni rad qilgan. Mana bir bilgim kelayotdi. Siz ayni vaqtda menimcha mushtaq bir yaxshi o'qish fursatidan voz kechgan. Albatta shu vaqtda kelgan chaqiriq men unayt o'ngay kelmagan. Bu chaq dal men shirkat qurib 3 oydan keyin bu chaqiriqni topshirib oldim. Emniyat men borgan maktabmi, unayt donliq maktab, ya'ni Sharq London universitetining kompyuter fakulteti. Lekin men shirkat qurgan chog'da shirkatimning ismiga men Uyg'urlarniki millatning nomidan boshlag'ashqa, ya'ni Uyg'ur yumshoq detal shirkati deb qo'ygan bo'lg'ashqa, men u yer o'qishga kelsam, endi bir nurg'un ulug'vor plan tuzib bo'lgandan keyin tuyuqsiz oyoqqa yetkazib kelsam, xuddi butun Uyg'urlarga yuz kelmaydigandek, Uyg'urlarniki yumshoq detal sohasiga kuch chiqarolmaydigandek bir xil yomon manzara ko'z oldidan kelib turib oldi. Keyin fursat bo'lib qolar. Keyin bo'lsa men boraman degan umidda vaqtincha rad qildim. Undaqda siz 8 yillik iznish jarayoningizda qaytadan bir nazar tashlaganingizda shuni bir qanday yakunlaysiz? Endi men 8 yildan buyon haqiqatan bir korxona boshqarib keldim. Bu jarayonda men korxona boshqarish emas, yumshoq detal xizmat bilan shug'ullandim. Yumshoq detal tadqiqot bilan shug'ullandim. Endi shunday sharoit etgan chog'da men bu 8 yil jarayonda texnik bir cho'ng o'zim o'ylagandek bir natijani qo'lga keltiramadim.
Endi lekin hozir xalqimiz herhalde manga nisbatan dastlabki bahoni beryotidi. Munosabatli o'rinlarmi hozir bizning shirkatimizga yangidan zo'r so'mlik mablag' ajratib berdi. Bularning hammasi bizning shirkatimiz uchun g'oyat zo'r bir harakatlantirish bo'ldi. Endi men buningdan keyin mushu xalqimninki mendan kutgan umidini yod qo'ymaslikqa uchun davomli tirishaman. Eng oxirida meni beqib cho'ng qilgan ota-onamga, suyimli ayolimga, anamnikin oliy maktabdagi o'qituvchi ustozlarimga, xizmatdoshlarim, kasbdoshlarim va shirkatimda men bilan teng xizmat qilgan barliq shu xizmatchi xodimlarga alayda rahmat aytaman. Navbatda kompyuter texnikasining yengillanishini tez bo'lyotdi. Endi sizning buningdan keyingi taraqqiyot nishoningiz va planlaringizni anglab baqsaq. Birisi bizning bu Uyg'ur so'qishonlig'i hozir Xanzocha Uyg'ur ikki xil tilni o'z ichiga oladi. Mening buningdagi planim buningga arab tili, ingliz tili, rus tili, o'sha Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi asosiy 5 cho'ng dunyoviy tilning hammani mujassamlashtirib bir lug'at qilib chiqmoqchi. Hozir biz Xinjiang universiteti bilan texnik jihatdan hamkorlik o'rnatdik. Hozir Uyg'ur so'q shirkatining maxsus yumshoq detal tadqiq qiladigan ko'p tillik tadqiqot ishxonasi qurildi. Men bu lug'atni davomli mukammallashtirib, buningdan keyin Uyg'ur tili yozig'iniki kompyuterdagi o'rnini texnik mustahkamlab, Uyg'ur tilininki go'zalligini, haqiqiy fasohatini namoyon qilish uchun tirishman. Uyg'ur so'q kompyuter shirkati 8 yillik taraqqiyot musobaqasini boshdan kechirdi. Bu bir ahamiyatli musobaqa bo'ldi. Bu jarayonda Xinjiangdagi Uyg'urlar orasida kompyuter va uning texnikalarining umumlash uchun belgilik tuhfalarni qo'shdi. Uyg'urcha kompyuter yumshoq detallarni tadqiqot jarayonida zo'r natijalarni qo'lga keltirdi va nodir mahsulotlarni tadqiq qilib bozorga soldi. Biz Uyg'ur so'q kompyuter shirkatining buningdan keyingi taraqqiyot jarayonida zo'r natijalarni qo'lga keltirishga tilakdoshmiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelarada ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Programmamizni tem bilan ta'minlamoqchi bo'lsangiz, mukofotli tema tanlash faoliyatiga qatnashmoqchi bo'lsangiz, programmamizga fikr taklif etmoqchi bo'lsangiz, Halkil To'rbekning 14 sahifasiga